Real Madrid futbolchilari Fede Valverde hamda Aurelien Tchouameni urushib ketgani haqida eshitgandirsiz. Telegram kanalimda ham yozdim. Ana shu ishkalning to'liq xronologiyasi va tafsilotini sizga aytib bermoqchiman. Xulosani o'zingiz chiqarasiz. Hammasi mashg'ulotda boshlangan. Fede Tchouamenidan to'pni olib qo'yish uchun qattiqroq patkat tashlaydi. Aurelien jahli chiqib, keskin gaplar bilan javob beradi. Natijada o'rtada janjal ko'tariladi. Jamoa a'zolari ularni ajratishdi, biroq futbolchilar yarashib olmadi va holat ommaga chiqib ketdi. Ikkinchi to'polonni Fede boshladi. Aurelien yoniga kelib, uni janjal mediaga chiqib ketishda aybladi. Tchouameni buni rad etdi va uni tinch qo'yishni talab qildi. Valverde o'zini bosmadi va so'rab olishga harakat qilaverdi. Oxiri Tchouameni g'azabi qo'zg'ab, urib qoldi. Fede muvozanatdan chiqib yiqildi, qirraga urildi, yuzi yoki boshi yorildi. Shuningdek, o'ziga kelganda alahsiradi. Shifoxonaga uni nogironlar aravachasida olib ketishdi. Hozir holati yaxshi, lekin vrachlar bir hafta dam kerak deyishyapti. Klassikoda qatnasha olmasa kerak. Bu ancha jiddiy va klubga yaqin nashrlarda chiqayotgan insaytlar. Bu yog'iga boshqa futbolchilar o'rtasidagi so'nggi paytlar ro'y berayotgan ziddiyatlar haqida ham gaplar bolalar ketyapti. Nima deb o'ylaysiz? Realdagi bunchalik beqarorlik va tartibsizliklarga asli nima yoki kimlar sababchi?